Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan 25 metrga 15 metr joyga qurilish loyihalaштirilayotgan 2 qavatli turar joy majmuasi, ya'ni neoklassikik uslubidagi uyni ko'rib chiqamiz. Hozirda mana bu 3D shaklarini ko'rib chiqamiz. Hozir uyimiz 8 xonadan iborat. Mana bu yerda yozgi oshxonalari, keyin klientimiz xohishiga ko'ra tashqi tomonga biza do'kon loyihasini ham qilib ketganmiz. Darvozaxona. Bu ta'kidlaganimizdek, tashqariga oshxona, do'koni va darvozadan kirgandan mashina qo'yadigan joyi va yozgi oshxonasi, yozgi oshxona oldiga hojatxona, sanuzallardan tashkil topgan. Mana hozir do'stlar, biza buni AutoCAD faylga chizilgan planlarini ko'rib chiqamiz. Uyimizda ina 12 ga 13.6 metr tashkil etadi. Boya ta'kidlaganimizda 25 metr 15 metrli joyga joylashgan. Bu birinchi qavati. Mana ko'rib turganingizdek, birinchisi 46 metrlik mehmonxona va zina ikkinchi qavatga chiqadigan. Zinani eni salkam 2 metrga teng va ta'kidlab o'tishimiz kerak, kirganimizdan 2 metrga 8 metrlik bizada kirish yo'lagi kutib turadi va undan chap tarafda umumiy xona. Bu yerda oila a'zolaringiz bilan va hamma mehmonlar bilan o'tirib dam olishingiz mumkin. Va buni o'ng tarafida esa oshxona tashkil qilingan. Bu loyihamiz asosan yosh oila uchun va ota-onasi uchun tashkil qilingan. Birinchi qavatga yosh oilaning o'zi uchun, ya'ni oshxonamiz tepa qismida yotoqxonasi va uni ko'rib turganingizdek sanuzel yozib qo'yganmiz. 2 metr 2,5 metrlik bu umumiy hojatxona va qo'l yuvadigan joylarni tashkil etadi. Va yotoqxonamizda ichiga o'zining garderobi bor. Yani joydan unumli foydalangan shaklda garderobdan keyin biza hojatxona va vannalarni qilganmiz. Mana bu ikkinchi etaji. Ikkinchi etajiga ham ko'rib turganingizdek to'rtta xonadan iborat. Ikkinchi etaj chiqqanimizdan keyin o'ng tarafda ota-onalar xonasi, chap tarafda bolalar xonasi tashkil etadi va 3 ta yotoqxonadan tashkil topgan. Bunga ham xuddi shunday umumiy xonasi bor. Undan biza balkondan chiqib atrofni muhit ko'rishimiz mumkin. Mana biza binoyimizning 3D qismlariga nazar taylaymiz. Buning tomini oddiy qilib yopishni ham imkoni bor edi. Bizning mijozimizga shu yoqqanligi uchun tepa qismini chertak shakliga qilib ketdik. Bu binoyimizga mana skelet mana shu birinchi va ikkinchi qavatini ko'tarishga, birinchi qavatini o'ziga 55 million so'm usti haqida men chiqarib tashlaganman. 55 million so'm ketadi. Betonlari, fundamentlari va armatura va hamma narsasi 55 million ketadi. Birinchi qavatini o'zi faqat. Hozirda bu bino Qashqadaryo viloyati Shaharsaroy shahrida qurib bitqazilyapti. Birinchi qavatini o'ziga 50 million so'm ketdi. Stoplar ichiga men klientdan so'ragan vaqtim bir 20 million atrofida ketdi deyishdi. Va bunga ustalar birinchi qavatni qo'yib betonlarni podval ham qilishgan va kolonnalarini qilib chiqishganmi, beton ko'tarib chiqishganmi burchadagi betonlarini. Bu yerda bitta mashina sig'adigan joy qoldirganmiz. Do'konimiz devorlari xuna yuvib qolmasligi uchun unga ham devorga fasad ishlaganmiz. Fasada hamma devorlariga yorug'lik uchun o'zini dekoratsiya qilib ketganmiz. Bu binoga uncha ko'p pul ketmaydi. Men o'sha mijozimizga faqat birinchi qavatini narx-navlarini tashlab berganman. Hali bu birinchi qavat qurilgandan keyin 2-3 oy bu turadi. Ya'ni beton yaxshilab yer bilan moslashish kerak, ya'ni yaxshilab qo'tish kerak. Mana nasib bahorlarga ikkinchi qavatini ko'taradi. O'shanga men
buni umumiy qancha pul ketishini men sizlarga aytib beraman. Hozircha 55 million so'm ketdi. Usti haqqilari yo'q, usti haqqi emas. 55 million so'm buni birinchi qavatdan ko'tarish, podvalni qozish, ekskavator xizmatlari va mikser xizmatlari ichiga hammasiga 55 million so'm ketdi. Kimga shunaqa loyihalar kerak bo'ladigan bo'lsa, meni o'zimni Telegramimni qoldirib ketaman va menga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib bilishlaringiz mumkin. Aytgancha bu meni birinchi YouTube'ga qo'yayotgan videoyim. Xato kamchiliklar bo'lsa, ko'zimga siladigan umiddaman va mana hozir men sizlarga ko'rsatadigan narsam buni 3D render rasmlari ko'rib bahra olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, kanalimizga obuna bo'ling. Bundanda yaxshi loyihalarni qilishda davom etaman. Men qo'llab-quvvatlab, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr. Hammaga shunaqa chiroyli bundan ham zo'rlar qurish, yashash nasib etsin. Omad hammaga.